Tak, bu yoqdan entirib olsam, hop. Jitellar, biz Nightboy'ning uyini auksionga qo'ydik. Jinim bilib. Va bugun kim sotib olarkan bilib olamiz. Ha. Shoshmang. Assalomu alaykum. Brat, kim uyini auksionga qo'ydingiz? O'ylab gapiring. Sizning uyingizni g'alatiroqsiz. Bizning haqqimiz bor. Bu yerda hamma hokimiyatdan ham ruxsat olganmiz. Sizga va pul beriladi. Uyingizning puli. Hozir to'g'rilab gapiring. Gapingiz vash uchun bo'lmayapti. Hozir men buni yoraman. Hazırlaşıp kim uyini auksionga qo'yishni ko'rsam hozir. O'zini mayli. O'zini auksionga qo'yaman men buni hozir. Cho'ta o'zidan ketib yuraman, bilayin nima. Sal o'ylab gapiring, hozir o'zini auksionga qo'yaman. Minimallar $1000. Maksimallar $1 million. Jinni bu. $1 million qaysi ko'zingiz sotib oladi? Nima bo'lib qolibdi bu? Men bilan olib tashlayman-da endi. Shuncha qilgan mehnatimga qarshi rozi emasman. Men bu anaqalarni hamcha agar o'tiydan ko'proq aytganda o'zingizga buyursin. Men hozir o'zingizda ishlatasizlar, agar o'tda o'zingizda ishlaydi, agar o'tda men ishlamayman, ishlaydi. Bam. Yana bam. Все. Battar bo'ldi. Endi mendagi огородga yaxshi qaraydigan fermer yo'q. Ya'ni sizlar огородingizga qaramaydi. Endi o'zim огород quraman. Sizga bo'lsa, bitta mo'ylo yopishtirib qo'ying mayli, ani rais boykida. Hozir men mer oldiga boraydi, siz bilan gaplashaman. Qanani mer o'zi? Tak. Mer. Qochib turish. Mer, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, Nightboy, nima bo'ldi? Sizdan so'rash kerak. Auksionga qo'yarsizmi uyimni? Ha, endi qo'ydik-da. Men nima qilaman? Qaysi uyda yashayman agar men uyim sotilib ketsa? Qaysidir qo'ysan, sotib olasan. Jinnimisiz? Mayli. Xohlagan ko'zingsanmi? Ha. Mayli, qarab turing. Bular shu o'zidan ketibdi-yu. Qaysi birini sotib olyapsanda? Akrisada. Men mer bilan gaplashdim, siz bilan hali gaplashamiz. Qani YouTube'dan auksionda yutkazmaslik deb aniq qilingchi. Auksionda uy sotilib ketmaslik deb. Xo'p, hozir Diqqat do'stlar, bizda juda ham katta muammo bor. Bizni 98%dan obuna bo'lmay kuzlar ekan. Bu juda ham katta muammo bolalar. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz. Sizning bitta obuna bo'lishingiz biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyin Telegram kanalida konkurs ketmoqda. Bu konkursga qatnashib qo'yinglar. Telegram kanalimiz mana ekranda. Ya'ni kuchukcha Felix MC. Albatta hammangizga konkurs omad va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu foizlarni tezroq kamaytirish kerak. buni tepaga olib qo'ya qolaman bir. Все va bo'ldi. Hozir endi YouTube'dan qaraychi, auksionga yutkazmaslik deb. Tak. Hozir auksionda yutkazmaslik de. Aha, tezroqda hujjatlar olib chiqib beriladi. Jitil xavotir olma. Aha. Bilishini. To'xtang. Nima? Uyingiz $10,000. What? $10,000 sotildi. Jinnimisiz? 5 stak dollar, ya'ni $10,000. Kallangiz yurisiz. Qani qopmaydi, pullar qani? Sandiqda. Kallangiz rostdan 5 stak pul $10,000. Voy. Voy, demak men oldingi 9 emas. Hozir $9,000 qolar ekan rostdan. Bo'ldi, men roziman. Desam ishonmay, hozir uyimdagi narsalarni yig'ishtirib mayli, ko'ramiz. Tak. Mayli, hozir bilan sekin olaylikchi.
Hop, bu yoqdan taxta olamiz va tak va bu yoqdan cho'p yasaylikchi, qani. Yo'q, bizga bunaqa yarimtalik taxta kerak emas. Bizga hozir bu yoqdan cho'p tanlaymiz. Cho'p ham kerak yo'q qadar. Lekin tapor yasaymiz. Yo'q, lekin menimcha tapor o'ylashimcha kerak bo'lmaydi. Kerak bo'lmaydi. Undan ko'ra buni buzamiz-da. Tagida joyi bor edi, podvalim. Shu yerga blokni yopib qo'yamiz bu yoqni. Qani bu bo'ldi. Hozir hamma narsani yig'ishtiraman. Aha, tezlashing. Jim turing, o'tirib turing, chagagingizni o'zim bilaman. Tak. Bo'ldi. Tak. Bu yoqdan sandig'imni olaman va bu yoqdan kravatimni olaman va bo'ldi. Tak. Bo'ldi, mana uyni bo'shatib qo'ydim. Sizga bitta gap, siz baribir mana shundan oppoq bo'lib qolib ketasiz. Sen sotib oldingmi, jitil? Ha, men sotib oldim. Ko'zingiz sada mazza qilib yashayman. Menga desa battar bo'ldi. Zato $10,000 puling havoga uchib tashlaydi. Nimaga xalos menga unaqa? Qaramay menga unaqa. Tak. Chala-chulpa qilib огородimga narsa ekib qo'yishdi. Men shu yozsam ekan. Davay men shu yo'laman, normalniga o'xshatdi-yu. Ichidagi mebellarni o'zgartirib olaman, u auksiondagi pulga va bo'ldi shu. Uni hali olib kelishim kerak. Oldiga borib 5 stak pul. Mayli, hozir tak. Mer bratan, menga, короче, hech kim yashamayotgan jigarning uyi bor-ku, bilasizmi? Shu uy kerak. Aha, uning narxi $1 stak. $1 stak siz kaldingizmi? Ushib qolmaganmisiz? G'alati turibsiz. Mayli, 45 taga beraman, $45. $1 stakdan $15 ekan. Mayli, o'ylab ko'raman hozir. Tak, mayli, pullarni olib kelaychi, $10,000. Tak. Bo'ldi, pullarni oldim почти va bo'ldi. Endi tak. Bo'ldi, Merbratan o'zi bir tojikga o'xshab ketarkansiz, mayli. Izlatiskuni tojikdan keyin olib ketib qolishmasin, millichadan kelib, tepadan kelib. Hop, men sizga 45 edi. Da, 45 ta. Bo'ldi. Ostak. Yana bizga 13 ta. 3 da bo'ldi. Buni bir-biriga qo'shib yuboramiz va Merbratanchikka tashib beramiz. Mana basharangiz o'zi tojikga o'xsharkan rostdan, ko'zlaringiz. Burningiz-yu gapirmasa ham bo'ladi. Mayli, mana. Bo'ldi, borib yashayver. Aha, bo'ldi. Tak. Tojik bratdan ruxsat oldi yangi uyga va endi sekin borsak ham bo'ladi. Bu pullarga Abduqodir Husanov gelikon sotib olsammi ekan? Mayli, kim biladi yana. U qanaqadir joy bor ekan, men bu narsa blokda edi. Va hop, bu yoqdan kravatimni o'rnataman ya'ni. Va bu yoqga endi o'zimning narsalarimni solib qo'ysam bo'lar ekan bemalol. Hop. Endi bu yoqdan hamma narsalarimni solib qo'yaman o'sha yerga va menimcha bu uy yaxshi, menga yoqdi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Hop, bu yoqdan oltin va 2 ta krossovka va qolgan yegan narsalarni hozir yegim kelmayapti to'g'risi va pullarimni solib qo'yaman va mana kartoshka va bo'ldi. Endi bu yoqdan telefonimni olaman va bu yoqdan mana olib tashlab o'rniga tumbochkamni qo'yaman. Ya'ni o'zimni tumbochkamni, kabinet tipi. Hop, bu yoqda podol bor ekan va bu yoqda mayli. Keyin qarayman.
Hozir chunki vaqtim yo'q bunga. Mablarimni o'rnatishim kerak narsalarimni notebookim bo'lsa hozirchalik mana shu yerga qo'yib turaman. Keyin bo'lsa gamerskiy game stream room qolaman, ya'ni stream xonada. Va bo'ldi. Lekin to'g'risi gapirib og'zim ham charchab ketdi. Ha mayli, hozir endi men bu yerda o'tirib olib mazza qilib notebook o'ynab o'tirishim ham mumkin bo'ladi. No, okey bilan tashlavoramiz. Va bo'ldi. Menimcha bo'ldi. Tak. Endi bu yoqdan mayli, hozir uyda uncha o'tirib kelmayapti va buni haq qo'yib qo'ysam ekan. Buni olib tashlayman va bo'ldi. Hamma narsamni joylashtirib bo'ldim va endi sizlar bilan xayrlashish vaqti ham kelib qolgandir, mayli. Mayli bo'ldi, video shu joyga ko'rganingiz uchun barchaga kattakon rahmat. Keyingi videoroliklarimiz